muborak shahar qozisining quli edi. U halolligi, taqvosi va fahmu farosati bilan sohibining mehrini qozondi. Qozi uni ozod qildi. Hatto qizini so'rab turgan sarkardalar, vazirlarni rad etib, uni muborakka berdi. Kamtargina to'y qilishdi. Ular bog' chetidagi kichik hovlida yashay boshladi. Qozining ayoli qizining yoniga borib turardi. 4-yo 5-safar u qizining yig'lab turganini ustidan chiqib, sababini so'raydi. Buni bilgach, jazavaga tushmaydi, ammo hech bo'lmaganda eriga shikoyat qiladi. Kazolarni rad etib tanlagan kuyovingiz mana bir oycha vaqt o'tibdiki, qizimizning yuziga qaramabdi. Qozi ham bu gapdan mahzun bo'ladi. Ertasiga bomdoddan so'ng kuyovini huzuriga chaqirib, kecha ayoli bilan gaplashgani haqida so'raydi. Muborak biroz taraddudlanib javob qildi. Halolligingizga shubham yo'q, ammo uyingizga kirayotgan molingizda biror shubhali narsa aralashgan, birovning haqqi o'tgan bo'lishi ehtimoli bor. Shu sabab qizingizni 40 kun o'z mehnatim bilan topgan molimdan taomlantiryapman. Bu bo'lajak farzandimiz, nevarangizni kelajagi uchun qilingan bir ish, deya gapini tugatadi. Bu gaplarni eshitgan qozi kuyov tanlashda adashmaganidan xursand bo'lib, Yaratganga ham aytdi. Kelajakda bu oilada mazhab boshimiz Abu Hanifaning eng suyukli shogirdlaridan biri, ulug' olim, savdogarlar ustozi darajasiga erishgan Abdulloh ibn Muborak dunyoga keldi. Savdogarlar ustozi kitobini albatta o'qing.